Umeda. Onajonim keldilar. Ertaga aytib bering onajon. Ha, Temurbek kelmadimi maktabdan? Yo'q. Ha. Bobom keldilar-ku. Assalomu alaykum. bobojon. Salom. Voy urgulib keta, aylanib keta. Voy dudi. Nimaga? Onajonim ertaga aytib bersinlar. Hozir to'xtab turinglar. Temur kelyapti maktabdan. Davay yashiringlar. Tez. Stop. Onasi. Labbay. Bu yana qochib keldimi? Temurjon, xush kerak-da. Har kuni qochmada bolam qulog'ini qo'yib oling. Bolamni qulog'i og'ridi. Maktabdan qochgan bu. So'raymiz-da hozir nima bo'lganini. Nimaga qochib ketdi? Nipdan odam keldi, ustozimda qarz bor ekan qochib ketdi. Astagfirullah.